Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda eng so'nggi tezkor yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida Husayn Norchayev jamoamiz bilan xayrlashdi. O'zining ajoyib o'yinlari va gollari bilan muxlislar yoqimtoyiga aylangan Husayn Norchayev Namanganning Navbahor klubi bilan shartnoma imzoladi. Husayn Norchayevning kelgusi faoliyatiga zafarlar va sermuxlislik tilab, unga jamoamiz nomidan tashakkur izhor qilamiz. Husayn Norchayev, kelajaging porloq bo'lsin. Unutma, nasaf eshiklari doimo sen uchun ochiq bo'ladi. Omad yor bo'lsin.